Xullas showroomni ochildik, mana nasib bo'lsa. Showroomni juda ko'p odam bo'ldi. Shoppingga video qilmadik. Rakminalar kuzatinglar. Juda ham premium klassdagi rakminalar. Oynalar podsetkali. Smestitellarda eng zo'rlari shu yerda. Jacuzzi vannalarda ishoninglar, Toshkentdan qidirib topolmaysizlar. Shunaqa chiroyli, yoqimli yoki sarson sargardon bo'lib yuraylik. Yoki Toshkent bir narsa olish uchun qiynalmani endi hammasi o'zimizda shaxsiy savzimizga. Bu showroomning asosiy maqsadi, eng glavniy fishkasi bu dushoviy kabinalar. Dushoviy kabinalarda eng premium klassdagi sifatlilar shu yerda. Bu yigitlar ancha yildan beri Shahrisabz kitob territoriyasiga shunaqa ishlarni shug'ullanib yetkazib bergan. Endi o'zlari showroom ochib, xudo xohlasa mana xalqqa manfaatli bo'lishi uchun mana shunaqa sharoitlar qilib qo'yibdi, baraka topishsin. Готовый dushoviy kabinalar olib kelishga juda ham zo'r. Men sifatni bilaman. Men quruvchiman. Men hamma narsani tushunaman. Shuning uchun men sizlarga shunaqa yaxshi narsalarni taklif qilaman. Showroomga kelinglar, mazza qilasizlar, o'ydigalarni olib kelinglar, ko'rishsin. Meni nomimdan kelsanglar, xudo xohlasa, dushoviy kabinalar kvadratiga 100 ming so'mdan skidka qilib berishadi. Sog' bo'linglar, kuzatib olinglar.